Ko'pincha bo'lib o'tgan qaysidir voqeani bir zumda yodidan chiqarib qo'yadigan insonlar ko'p uchraydi oramizda. Xotirasi past deymiz bularni ba'zida. Xo'sh, xotira pasayishi o'zi qanday kelib chiqadi? Yoki bo'lmasam uni oldini olish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Navbatdagi lavhamiz aynan shu haqda. Xotira bu inson organizmida ikki xil bo'ladi. Ya'ni vaqtinchalik ma'lum bir vaqt davomida saqlanadigan xotira bu vaqtinchalik xotira, doimiy xotira degani bor. Bu hayotimiz davomida, butun umr davomida yoki uzoq yillar davomida saqlanadigan narsa. Xotirani pasayishi agar to'liq yo'qoladigan bo'lsa, xotira amneziya deyiladi. Vaqtinchalik yo'qoladigan bo'lsa, gipoamneziya. Bu nima sababdan bunaqa holatlar kuzatilishi mumkin deydigan bo'lsak, bu insonni turmush tarziga, davleniyasi bor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qon bosimi surunkali ko'tarilib boradigan odamlarda yoki qandli diabet kasalliklarida xotira pasayishlari kuzatilishi mumkin. Xotiramizning susayishi odatda organizmimizga bog'liq. Yosh kattalarga nisbatan yoshlarning eslab qolish qobiliyati anchagina yuqori. Qolaversa, insonlarning hayot tarziga ham bog'liq. Agar jismoniy mehnat bilan shug'ullanib, vaqtida charchoqni qondirib, doimiy ravishda xotirani yaxshilab borishga yordam beruvchi mashqlar qilinsa, xotira mustahkamlanishi mumkin. Aksariyat hollarda vaqtida uxlamaslik, ovqatlanish ratsioniga amal qilmaslik, uglevodli va yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilib borish har xil kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Mazkur holat ko'proq yoshi katta insonlarda uchrab, qarilik demensiyasi deb ataladi. Va bu ham borgani sari xotirani pasayishiga olib keladi. Salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar bu telefonlar bo'ladigan bo'lsa, stress faktorlari degan narsalar ham bor. Stresslar, tashqi muhit bilan aloqasi yoki ko'chadagi changlar yoki boshqa narsalar ham inson salomatligiga yomon ta'sir qilib boradi. Bu xotira pasayishligiga ham, susayishiga ham ta'sir qilib boradi. Xotirasi yaxshi bo'lishi uchun doimiy ravishda ovqatlanish rejimiga rioya qilib, telefonlardan kamroq foydalanib, iloji boricha zarurat bo'lgan holatlarda foydalanib va ko'proq do'stlar bilan muloqot qilib boradigan bo'lsa, xotirasini yaxshilab borishiga imkoniyat beradi. Agarda miyamizni dam oldiradigan bo'lsak, bir kun davomida 8 soatdan ko'proq uxlashimiz, uxlagan paytimizda ham hech narsani o'ylamasdan telefonimizni o'chirib, 2 yoki 3 metr uzoqlikda qoldirsak, miyamiz to'liq dam oladi. Behzod Shamsuddinov, Azamat Xatamov, Shahnoza Karimova, Ovoz informatsion shou dasturi uchun Toshkent.